Olingda jannatdan chiqib yo'qolgin. Qasamyod qilurmanki, odam farzandidan kimki senga ergashib, fasod ishlarni qilsa, seni ham, ularni ham, barchangizni jahannamga solurman. Iblisni jannatdan quvib, odamning yolg'iz o'zi jannatda qolgach, unga ham suhbat bo'lishi uchun Alloh taolo odamni chuqur uyquga g'arq qilib, uning chap qovurg'alaridan birini oldi va Havvoni yaratdi. Kesib olingan qovurg'a o'rniga esa qaytadan go'sht paydo qildi. Odam ato uyg'onib, yonida o'tirgan ayolga ko'z